Mario Puzoning mashhur Cho'qintirgan ota romani o'zbek kitobxonlari orasida alohida e'tibor va qiziqish bilan o'qib kelinmoqda. Ushbu asar insoniyat tarixida uzoq yillardan beri davom etib kelayotgan illatlar boylikka haddan tashqari hirs, odamlar o'rtasidagi kelishmovchiliklar va murakkab munosabatlarni chuqur ochib beradi. Romanda ikki kuchli dunyo, amerikalik va sitsiliyalik mafiya guruhlarining yashirin faoliyati, ularning o'zaro kurashi va hayot falsafasi mahorat bilan tasvirlangan. Asarning mazmuni nafaqat qiziqarli voqealarga boyligi, balki undagi hayotiy saboqlar bilan ham kitobxonni o'ziga tortadi. Agar siz chuqur mazmunli, o'ylantiradigan va bir nafasda o'qiladigan asar izlayotgan bo'lsangiz, Cho'qintirgan ota romani aynan siz uchun. Bu kitob sizni mutolaa olamiga yetaklab, hayotga boshqacha nigoh bilan qarashga undaydi.